Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, Agreksport obunachilari va kuzatib boruvchilar. Mana tabiiy holda biz tomirlatdik. Kavchini chiqaribdi. Mana bir xil holatda yarim bo'lmasa mana nomi Krasnaya Roza zemni shoxona deyiladi. Hosildorligi zo'r. Mana etitkasi borligi uchun qalamchasini oldik. Bugun 22 aprel oyi 2026 yil. Mana ajoyib tomir olgan. Juda zo'r. Xudo xolasa mana bunaqangi stakanga o'tkazamiz. Inshaalloh. Mana shularni o'tkazamiz. Qolganlari pashta tayyor bo'lgan. Ularni ham sotuvga chiqaramiz. Kuzatib borayotganlar. Bu tabiiy holda tomirlatdik. Bu ajoyib va natijamiz zo'r bo'ldi. Xudo xolasa bizlardan ko'chatlar olishingiz mumkin. Dastavkalari bor. Viloyat uzoq joylariga tarqatiladi. Yaqin viloyat bo'lsa, Tursunzorda, Regal shahri bo'ladigan bo'lsa, kelib olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizlar buyurtmani qabul qilamiz. Buyurtma asosida dastavkalar bo'ladi. Bizga sortlarni aytsangiz, biz sizlarga yetkazib beramiz. Aziz obunachilar, mana bir xilda tomirlatilgan holatda mana ajoyib. Buni biz karnavinda uyutgandik, keyin buni olib ko'mib qo'ygandik. Endi ko'klaydimi, ko'klamaydi deb tavakkal nima qilgandik. Mana Xudoga shukr, o'z natijasini ko'rsatdi. Mana 100% tomirlagan. Mana stakanga o'tkazamiz. Stakandagi ko'chatlarni keyin sizlarga yetkazib beramiz. Bu tayyor tozalanib, qalamchalar tozalanib, kasalliklar tozalanib, keyin bu tomirlashga holat tavakkal holatda ko'mganmiz. Salomat bo'linglar. Tashakkur aziz obunachilar. Xudo xolasa tez kunlarda yangi kamerada, tiniq va lo'nda nimada videolar chiqadi. Kuzatib borishlaringiz mumkin. Salomat bo'linglar.